Hozir bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Oxirgi paytlarda hamma AQSh bilan Eron o'rtasidagi urushdan keyin Hormuz bo'g'ozi deb gapirishni boshladi. Butun ommaviy axborot vositalari ham hammani diqqat markazidagi voqea Hormuz bo'g'ozi qachon ochiladi degan savol kun tartibida turibdi. O'zi AQSh bilan Eron o'rtasida urush bo'lmasdan oldin ko'pchilik Hormuz bo'g'ozi borligini ham bilmasdi aslida. Hormuz bo'g'ozi mana shu yerda hisoblanadi. Ya'ni Fors ko'rfazidagi Hormuz bo'g'ozi. Hozir mana xaritadan ham ko'rib turish mumkin. Bu Marina Trafi saytidagi xarita. Mana kemalar to'planib yotibdi, chunki o'talmayapti. Men o'zi hozir bu yerda Hormuz bo'g'ozi haqida bas yaqin haftalarda yoki oylarda yangi kun tartibiga aylanadigan masala haqida gapirmoqchiman. Aslida olganda Hormuz bo'g'ozidan ham ko'ra juda kerakli strategik ahamiyatga ega bo'lgan yana bitta bo'g'oz bor. Janubiy Sharqiy Osiyoda hali kun tartibiga tushgani yo'q bu bo'g'oz, lekin tushadi yaqin kunlarda yoki haftalarda. Mana Malayziya janubida Indoneziya. Mana shu yerda mana Malakka degan bo'g'oz bor. Malakka degan mana shu bo'g'oz. Bu bo'g'oz orqali butun Janubiy Sharqiy Osiyoni eng katta savdo tranzit yo'li hisoblanadi bu kemalar uchun. Ayniqsa mana shu ko'rishingiz mumkin Janubiy Koreya bilan Yaponiyadan chiqqan savdo kemalari, Tayvandan chiqqan savdo kemalari, umuman Janubiy Sharqiy Osiyodagi Vyetnam, Tailand, Malayziya, Indoneziya va shu umuman Osiyo yo'lbarslari deb hisoblanadigan Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarini savdo kemalarini juda katta qismi shu Malakka bo'g'ozidan o'tadi. Ko'rishingiz mumkin. Mana Malakka bo'g'ozidan o'tgan kemalar shu yashin holatda, yo'g'on holatda ham turibdi, bilinib o'zi xaritada. Janubiy Afrikaga tushib, Janubiy Afrikadan Afrika qirg'oqlari orqali butun shu Yevropaga yoki Janubiy Amerikaga yo'l oladi. Mana Janubiy Afrika Cape Town burni orqali o'tadi kemalar yoki inglizchasiga Cape of Good Hope ham deyiladi buni. O'sha yaxshi umid burni hisoblanadi. Mana shu